sizda hozir holsizlik, kuchsizlik, sportda yaxshi natijalarni ololmasligingiz, ortiqcha vazn, charchash, teringizdagi qurish belgilari, soch to'kilishi kabi holatlar mavjud. Sog'lom odamni nosog'lom, ya'ni kasalliklari, ayniqsa surunkali kasalliklari bor insondan eng asosiy farqi sog'lom odamda sog'lom odatlarni mavjudligi. Keling, hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Ya'ni, sog'lom odatlar deganda, biz qaysi odatlarni aytib o'tishimiz mumkin va umuman sog'lom odatlar bizani hayotimizda qanaqa yaxshi natijalarga olib kelishini man shaxsan man o'zimni patsientlarimda judayam ko'p natijalar bilan isbotlaganman va bugun sizlar uchun ham shular haqida gapirib bermoqchiman. Ya'ni, sog'lom odatlar bu sizni qaysidir vaqtdan so'ng sog'lig'ingiz uchun, tanangiz uchun, kayfiyatingiz uchun, energiyangiz uchun foyda beradigan odatlar hisoblanadi. Ya'ni, masalan, sizda hozir holsizlik, kuchsizlik, sportda yaxshi natijalarni ololmasligingiz, ortiqcha vazn, charchash, teringizdagi qurish belgilari, soch to'kilishi kabi holatlar mavjud. Lekin ma'lum bir odatlarni yuzaga keltirish orqali mana shulardan vrachsiz qutulish mumkinligini isbotlashingiz mumkin. Bularga nimalar keladi? Ya'ni sog'lom odatlarni eng boshlanishi bu sog'lom uyquni mavjudligi. Bilasizmi, hozirgi kunda uyqu yoki vaqtida uxlash ham bu katta baxt bo'lyapti. Sog'lom odatlar judayam ko'p, turli-tuman va har bir inson uchun alohida bo'lishi mumkin. Ya'ni, masalan, manda ortiqcha vazn, holsizlik bo'lsa, bu boshqa sog'lom odatlarni ishlatishingiz mumkin. Kimdadir allergik reaksiyalar ko'p bo'lishi mumkin, allergiyaga moyillik bo'lishi mumkin. U inson boshqa sog'lom odatlarni qilishi mumkin. Kimdadir esa aksincha ozg'inlik, umuman nima deydi, aytishadi-ku, judayam ozg'inlik. U yerda boshqa sog'lom odatlarni targ'ib qilishimiz mumkin. Lekin man hozir sizlarga umumiy qaysi odatlarni biz sog'lom odatlar qatoriga kiritishimiz mumkinligi haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Ya'ni, shaxsan men uchun bu birinchisi aytishimiz mumkin shakardan voz kechish. Ya'ni ratsiondan shakarni minimallashtirish yoki umuman olib tashlash. Bu xoh ozg'in inson bo'lsin, bu xoh semiz inson bo'lsin, bu xoh yosh bola bo'lsin, bu xoh qari bo'lsin, ya'ni shakardan umuman foyda yo'q. Bu haqda man juda ko'p gapiraman bloglarimda, lekin aynan ayta olamanki, shakarga qaramlik bu judayam kuchli qaramlik. Bundan chiqmasangiz, ertaga juda ko'p kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sog'lom odat bu men uchun bu uyqu. Qachonki siz uyqungizni nazoratga olarkansiz, vaqtida uxlarkansiz, sizda salomatlik, sog'liq judayam rivojlanishni boshlaydi, yaxshilanishni boshlaydi. Hozirgi kunda vaqtida uxlash, umuman kechasi uxlash ayrim insonlar uchun ro'zqish bo'lib qolgan. Ya'ni judayam qiyin bo'lib qolgan. Sababi juda ko'pchilik kechasi ishini bitiradi, kechasi ishlaydi. Hozirgi kunda men juda ko'p patsientlarim, ya'ni boshqa qit'a bilan ishlagan holatda uxlamaslikka majbur, qo'sh tirnoq ichida va yana boshqa sabablar. Ya'ni svetlarni o'chmasligi, kechasi hayot davom etishi, ya'ni majburiy uxlamaslikka sabab bo'ladi. Ayrim insonlar balkim kommentariyada bu haqida yozasizlar, men bunga qarshiman. Ayrim insonlar hattoki bahonaligi bomdodgacha uxlamasdan bomdodni kutib keyin uxlaymiz deyishadi. Lekin meni fikrim bu judayam noto'g'ri. Chunki bora siz sog'lig'ingizni yo'qotishni boshlaysiz. Bu esa menimcha Allohga ham xush kelmasa kerak. Bu keyingisi, undan tashqari albatta sayr qilish odati yoki jismoniy harakatlar qilish, umuman olganda bu narsani
juda ko'p olimlar isbotlagan, ya'ni biz qancha harakatda bo'lsak, shuncha umrimiz uzoq bo'ladi. Qancha doimiy ravishda harakatda bo'lsak, bu bizni ortiqcha vazndan va juda ko'p kasalliklardan asraydi. Afsuski, bizda doimiylik yetishmaydi. Har qanaqa odatni qilishda doimiylik kam. Ya'ni biz vrachga boramiz, bir yoki qaysidir motivator eshitamiz yoki psixologga eshitamiz. Vaqtinchalik qilamiz, undan so'ng tashlab qo'yadigan odatimiz bor. Bu ham odatga kiradi. Bu ham zararli привычкаlarga kiradi. Lekin qani edi mana shu odatlarni doimiylikka olib kelsak va doimiylik qachon bo'ladi? Siz u odatlarni kamida 1 oydan 2 oy davomida uzmasdan, uzluksiz qilib borsangiz. Va mana shu haqda umuman mani o'zimni kurslarim ichida aynan anemiya kursida biz sog'lom odatlarga alohida blok ajratganmiz va birgalikda biz ishtirokchilar bilan sog'lom odatlarni tanlagan holatda, trekerlarni to'ldirgan holatda sog'lom odatlarni qilamiz. Undan tashqari mani sog'lom odatlar challenge'im ham bor. U challenge'da biz ayollar bilan o'zimiz tanlab olgan sog'lom odatlarni qilib boramiz va ishonasizlarmi, 1 oy ichida shunaqa zo'r natijalarga erishadi. Ya'ni ozish boshlanadi, отекlar ketishi boshlanadi, energiya ko'payadi eng asosiysi. Va bu hech qanaqa tabletkalarsiz, hech qanaqa qo'shimcha mahsulotlarsiz olishimiz mumkin bo'lgan natijalar hisoblanadi. Shu o'rinda sizlarni kommentariyaga chorlagan bo'lardim. Xo'sh, sizni hayotingizda qanaqa sog'lom odatlar bor va qaysi sog'lom odatlar haqida yanada chuqurroq bilishni xohlagan bo'lardingiz? Bu haqda kommentariyalarda sizlarni kutib qolaman. Har bittasini o'zim o'qib chiqib va yana xuddi shunaqa videolar qilishga harakat qilib qolaman. Sog' bo'linglar.